Hozirgi kunda mana hurmatli prezidentimiz, raisimiz topshirig'iga asosan oldin mahallalarda omborlarimiz tashkil qilingan bo'lgan. U paytda mana aholiga gaz yetkazib berish qiyin bo'lganligi uchun mahallabay tartibga tizimga o'tilgan. Mahallabay tartibda FISADI tizim joriy qilinganligi uchun mana 35 kunda aholimizga suyultirilgan gaz yetkazib berishni bir me'yor ta'minlanmoqda. Bu FISADI tizimini afzalliklari olinayotgan suyultirilgan gazimizni fuqaro iste'molchi, ya'ni iste'molchiga to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish. Ya'ni ortiqcha uyg'uqlarni oldini olish, ortiqcha ko'chalarga berishlarni oldini olish maqsadida FISADI tizim tashkil qilingan. Bundan mana xalqimiz ham, iste'molchilarimiz ham rozi. Sababi mana muddatida 35 kunga qolma gaz yetkazib berilyapti. Oldin mana naqd pulga yo kart orqali sotish bo'lingan. Hozir bu FISADI tizim afzalligi iste'molchini o'zini rasmga oladi, pasporti bilan birgalikda barmoq izini bostirib beriladi. Bu maqsad bunda olinayotgan suyultirilgan gazni iste'molchiga to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish. Shu raqamlarni chiqarib, o'sha kartani bekor qilib FISADI tizimdan iste'molchiga yetkazib berish. Mana oldin karta bo'ldi, hudud qilib omborlarda bo'ldi, unda iste'molchiga suyultirilgan gaz vaqtida yetib bormagani uchun FISADI tizim joriy qilindi.